Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Alloh taolodan madad so'rab darslarimizni davom ettiramiz. Xo'p, sizlar bilan Nurul Bayan kitobini yakunladik alhamdulillah. Endi tajvid bo'yicha qisqa darslarimizni boshlaymiz. Alloh taolo ushbu darslarimizni o'zi davomli, manfaatli, foydali qilsin. Xo'p, qisqa tajvid darslarimiz uchun ushbu qo'llanmani tanladim. Al-Misbah deb nomlashgan ekan. Demak, tajvid ilmini o'rganuvchilar uchun yo'l chirog'i bo'lsin deb shu nomni berishgan ekan. Tuzuvchilardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Juda ham chiroyli qilib tartiblashgan ekan. Javohir Abdulloh va Shamsiddin Sadriddin degan birodarlarimiz qilishgan ekan. Alloh taolo o'zi qilgan amallarini qabul qilsin. Ushbu kitobdan foydalanib Qur'oni Karimni o'rganayotgan har bir birodarlarimizdan u birodarlarimizdan kamaytirilmagan holatda tuzuvchilarga Alloh taolo ajrlarini mukammal yetkazib tursin. Xo'p, demak, inshaalloh boshlaymiz. Xo'p, qo'llanmani boshida ba'zi nazariy ma'lumotlar berilgan ekan. Bunga bir to'xtalib o'tamiz. Bugungi mavzuyimiz, ya'ni kirish qismi qilsak ham bo'ladi. Xo'p, Qur'oni Karim qanday kitob? Xo'p, mana alhamdulillah 18tami darsdan beri Qur'oni Karimni o'rganish darslarini qilyapmiz. Endi bir odam sizdan so'rasa, nima qilyapsan desa, shu Qur'oni Karimni o'rganmoqchiman, shu o'qishni o'rganmoqchiman deb javob berasiz, to'g'rimi? Endi u sizdan tabiiy so'raydi, Qur'oni Karim qanaqa kitob o'zi deydi. Masalan, agar deylik musulmon bo'lmasa yoki dinini hali yaxshi bilmasa, bu haqida ma'lumot bo'lmasa, bu savol tabiiy. Xo'p, mana shunaqa deylik, men bu sohadagi kitobni o'rganmoqchiman desa, qanaqa kitob deb so'raysiz, masalan, siz ham o'sha sohani bilmasangiz. Xuddi shu kabi Qur'oni Karim qanaqa kitobligini bilmaydigan odam sizdan so'raydi. Qur'oni Karim qanaqa kitob? Sen shu darajada uni o'qishga qiziqayotgan ekansan, o'qishni o'rganayotgan ekansan degan savol berilishi tabiiy. O'shanda siz javob berishingiz kerakki, Qur'on Muhammad sallallohu alayhi vasallamga arabiy lafzida nozil bo'lgan, mushaflarda yozilgan, tilovat ibodat hisoblangan, mutavotir yo'l bilan naql qilingan, Fotiha surasi bilan boshlanib, An-Nas surasi bilan tugaydigan Allohning mo'jiz ojiz qoldiruvchi kalomidir deb javob berishingiz kerak ekan mana. Ya'ni Qur'oni Karimga bir ta'rif o'laroq yozilgan ekan. Aslida Qur'oni Karim qanday kitob deyilsa, Qur'oni Karim shunday kitobki, u bizni dasturimiz, yana ham sodda tushuntiradigan bo'lsak-da, bu bizni dasturimiz. Ya'ni masalan, o'xshatish joiz bo'lsa, biror qurilma olsangiz yoki biror bir narsa sotib olsangiz, ichida kitobchasi chiqadi-ku. Mana bunday foydalanasan, bunaqa ishlatasan, mana bu narsadan qo'yasan degan narsalar yozib qo'ygan bo'ladi. Mana bu tugmasi bu uchun, bu tugmasi bu uchun degan nima deydi, qo'llanmasi, kitobchasi bo'ladi. Xuddi shu kabi Alloh taolo insoniyat yaratgandan keyin mana bizga yo'l dasturi, bizning kitobimiz bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida Oysha onamizdan so'rashganda, Oysha onamiz javob berganlarki, u zotni xulqlari Qur'on edi. Rasulullohdirki Qur'on edilar. Shu uchun biz Qur'on o'rganib, unga amal qilishimiz, uni faqat tilovatini emas, va undagi yozilgan narsalarga ergashishimiz, undagi yozilgan narsalarga aqida qilishimiz, undagi yozilgan narsalarni bajarishligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga arabiy lafzda nozil bo'lgan deyilyapti. Demak, arabiy Qur'on hisoblanadi. Ya'ni uni tarjimalari mana o'zbekcha tarjimalar bor. Alloh taolo rozi bo'lsin, qancha ulamolarimiz buni o'zbek tiliga tarjima qilib qo'yishdi, tafsirlar qilib qo'yishdi. Nimaga biz arabchasini o'rganyapmiz? O'zbekchasini o'qib qo'ysak bo'lmaydimi? Yo'q, arabiy lafzda nozil bo'lgan haqiqiy Qur'onni nima deydi, bulog'idan ichaman degan odam arabiy lafzida nima qilish kerak? O'rganish kerak. Mushaflarda yozilgan, tilovat ibodat hisoblangan. Mana shu tilovat ibodat hisoblangan degan ham shu. Ya'ni arabiy lafzdagi tilovat ibodat hisoblanadi. Arabiy lafzdagisi mushaf hisoblanadi. Shu uni tahorat bilan ushlamaslik degan masalalarda, tahorat bilan ushlashlik degan masalalarda aytilganlar arabiy lafzidagi Qur'onga tegishli. Xo'p, tilovat ibodat hisoblangan, mutavotir yo'l bilan naql qilingan deyiladi. Mutavotir degani unda shak shubha bo'lmagan degan. Ya'ni masalan, o'xshatish joiz bo'lsa, deylik, odamlar mana umraga borishyapti, hajga borishyapti, Makkaga, Ka'baga borishyapti, Saudiya. Xo'p, endi bir odam aytsaki, o'zi shu Makka, Ka'ba bormikin, yo odamlar borib aldab qaytib kelibdimikin, bizlarni aldashyaptimikin desa masalan, shunaqa shubha keltirsa, shu shubha o'rinli bo'ladimi shu narsa masalan? Nimaga? Chunki masalan bizga bu Makka borligi, Ka'ba borligi juda mutavotir yo'l bilan kelganda naql qilingan. Ya'ni
u juda ko'p insonlar borib u yerda ibodatlarni bajarib qaytib kelishyapti. Yurtimizdan qancha odamlar hozirgi kunda bu nimalar orqali, mana telefonlar orqali biz uni ko'ryapmiz. Telefonlar bo'lmagan taqdirda ham, masalan, xabarlar, faqat xabar deylik, bundan 100 yil oldin masalan, xabarlar shu Makkaga ketdi degan xabarlarni eshitgan odamlar qanaqa qarashgan, shu Makka o'zi bormikin degan shubha bo'lgan bo'ladi? Yo'q. Zarracha shubha yo'q. Ya'ni mutavotir yo'l bilan nima qilingan, naql qilingan. Ana shu zarra qadar shubha qilmaysiz bitta gapga. Siz o'zingiz borib ko'rmagansiz, masalan deylik Makkaga, u yerda bo'lmagansiz Makkada, lekin odamlardan eshitgansiz, shu darajada eshitgansizki, u eshitganingizda siz shubha qilmaysiz. Mana shunaqa, shunga o'xshash, ya'ni mutavotir yo'l bilan rivoyat qilingan, naql qilingan Qur'oni Karim hech bir harfida shubha bo'lishi mumkin emas. Tushunarli? Hech bir harfida. Hamma harf boshqacha bo'lganmikin Rasululloh davrida degan narsa yo'q. Alloh taolo o'zi aslida Qur'onni saqlayman deb va'da bergan, mana shu mutavotir yo'l bilan naql qilingan, shuning uchun unda nima qilib bo'lmaydi? Shubha qilib bo'lmaydi. Xo'p, Fotiha surasi bilan boshlanib, An-Nas surasi bilan tugaydigan Allohning mo'jiz, ojiz qoldiruvchi kalomidir deyilyapti. Ya'ni aslida Qur'on bu tartibda nozil bo'lmagan bo'lsa ham, Fotiha surasi bilan boshlanib, An-Nas surasi bilan tugagan tartibda nozil bo'lmagan bo'lsa ham, bu tartiblanishi Alloh taoloning qadaridir. Alloh taolo o'zini qadari bilan mana shu narsani tartiblab qo'ydi. Allohga hamd bo'lsin, alhamdulillah. Xo'p, nimaga Qur'on o'qiymiz? Xo'p, Qur'on bildik, demak shu Alloh taoloning kalomi ekan, shunaqa buyuk kitob ekan. Uni bildik. Nimaga uni o'qiymiz? Alloh taolo mo'min bandalariga endi Qur'ondan muyassar bo'lgan miqdoringizda o'qiyvering, miqdorda o'qiyveringlar deb buyurgan. Muzammil surasi 20-oyatda. Biz Allohning amriga bo'ysunish uchun Qur'on o'qiymiz deyapti. Ya'ni mana Alloh taolo Qur'oni Karimda aytdi, endi o'qiyveringlar dedi-yu, ana shu o'qiyveringlar degan buyrug'iga nima qilamiz? Amal qilgan holatda o'qiymiz va shu uchun Alloh taolo buyurganligi uchun va biz o'sha buyruqni bajarayotganimiz uchun bu narsa ibodat hisoblanadi. Endi yuqorida aytdikki, tilovat qilishlik ibodat dedik. Allohni demak amriga o'qiydi degan amriga bo'ysunib o'qishlik ibodat dedik. Endi bir narsani bilib qo'yishimiz kerakki, shu joyda ibodatda qabul bo'lishi uchun ikkita shart bor. Mana siz ibodat qilyapman, tilovat qilyapman, mana ibodat, Qur'on o'qiyapman, ibodat deyapsiz. Ibodat qabul bo'lishi uchun har qanday ibodat, Qur'on ibodatimi, qiroat ibodatimi, namozmi, ro'zami yo boshqa sadaqa, ihson, boshqa ibodatlaringiz, birodarlaringizga tabassum qilishingiz ham ibodat. O'sha har qanday ibodatda endi Alloh taoloning huzurida maqbul bo'lishi uchun, qabul bo'lishi uchun ikkita shart bor. Mana shu narsani yaxshilab bilib olishimiz kerakki, Alloh taoloning huzurida ibodat qabul bo'lishining ikkita sharti bor. Birinchisi ixlos. Ixlossiz amal qilsangiz, u amalingiz sizdan qabul qilinmaydi. Ya'ni ixlossiz degani ixlos nima? Xolis Alloh uchun qilishlik. Xolis Alloh uchun qilmayapsizmi bir amalni, boshqa bir maqsadlar bilan qilyapsizmi? Ana o'sha amalingizda ixlos sizga putur yetgan hisoblanadi va u Allohning huzurida qabul qilinmaydi. Alloh taologa ixlossiz qilingan amallar kerak emas. Shuning uchun ikkinchisi sunnatga muvofiq bo'lishligi. Siz bir ishni qilsangiz, ixlos bilan qilsangiz, lekin sunnatga muvofiq bo'lmasa, u amal ham sizdan qabul qilinmaydi. Masalan, deylik, asr namozini o'qimoqchisiz. 4 rakat asr namozi farz. Asr namozini deylik ixlos bilan Allohga, xolis Alloh uchun boshqa bir narsani umid qilmasdan 5 rakat qilib o'qisa bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Nimaga? Sunnatga muvofiq bo'lmaydi. Rasululloh asrda 4 rakat o'qiganmilar, siz ixlos bilan 5 rakat o'qisangiz ham sizdan qabul qilinmaydi. Ixlos bilan 10 rakat o'qisangiz ham sizdan qabul qilinmaydi. Ixlos bilan 3 rakat o'qisangiz ham sizdan qabul. Illa asr necha rakat? 4 rakat. 4 rakatmi siz faqat 4 rakat o'qishingiz kerak. Shunda sizdan qabul qilinadi. Mana shu 4 rakatligi sunnatga muvofiq deyiladi. Tushunarli? Demak, bir amal qabul bo'lishi uchun unda birinchi o'rinda ixlos topilishi kerak va ikkinchi o'rinda nima qilish kerak? U sunnatga muvofiq bo'lishi kerak. Har qanday amal. Qur'oni Karimning ibodati ham xuddi shunaqa. Tilovat qilyapsizmi? Birinchi o'rinda ixlos, xolis Alloh uchun. Bir o'qib qo'yaylik. Bir janazalarda o'qiganda bir xijolat bo'lib qolmaylik, o'rganib qo'yaylik shu narsani ham. Yoki bir davralarda o'qiganda qoraga qilishsan yoki zo'r o'rganamanda, mashalloh shu imom bo'lamanda eng oldilariga chiqib, hammani oldida mashalloh bo'lib yuraman degan bir Alloh taolo asrasin. Mana shunaqa bir niyatlar bilan o'rgansangiz, bu siz to'g'ri yo'lda emassiz, niyatingizni to'g'rilab oling. Tushunarli? Demak, ixlos Alloh uchun xolis. Odamlar nima desa, Alloh uchun xolis o'qiyman, o'rganaman degan bir maqsadda bo'lishi kerak. Xo'p, ikkinchisi sunnatga muvofiq bo'lishi kerak. Rasululloh mana Qur'on qanday o'qiladi deb. Alloh taolo Qur'onni payg'ambar alayhisalomga nozil qilganda, Qur'onni tartil bilan qiroat qiling, deya qanday o'qilishini o'rgatgan deyilyapti. Muzammil surasi 4-oyatda. Qur'on harflarini dona-dona qilib, tajvid qoidalariga amal qilib o'qish tartil deyiladi. Mana Qur'onni qanday o'qirganmiz? Qur'onni tartil bilan qiroat qiling deyapti. Mana qanday qilinishi. Demak, tartil nima desa, tartil harflarni dona-dona qilib, tajvid qoidalariga amal qilib o'qish deyapti. Harflarni dona-dona qilishni tushundik. Tajvid qoidalari nima desa, keyin aytayaptik, tajvid nima degani? Tajvid so'zi lug'atda biror narsani yaxshilab, sifatli, mukammal holda bajarish ma'nosini anglatadi.
Tajvid so'zi javada fe'ldan olingan. Xo'p, demak bir narsani yaxshilash, mukammal qilish ma'nolarida nima qilar ekan? Kelar ekan. Ya'ni istilohda, ya'ni Qur'ondagi so'zlarni har birini o'z miqdori va sifatida talaffuz qilish, isti'ola va istifola harflarini bir-biridan farqlab, tafhim, tarqiq, idg'om, izhor kabi izhor hamda shu kabi qoidalarga amal qilib o'qishni ta'lim beruvchi ilmdir deyilyapti. Endi sizga yuqoridagi so'zlar notanishligi tabiiy. Mana istifola nima, istiola nima, tafhim, tarqiq deyapsizlar. Nimalar bo'lsa, mana shu narsalarni o'rgatadigan ilm tajvid ilmi. Biz mana shu darslarni boshladik. Mana shu darslarda biz shu istifola nimaligini, tafhim, tarqiq nimaligini, idg'om, izhor nimaligini o'rganamiz mana shu darsda. Tushunarli? Mana shu ilmlar tajvid ilmi deyiladi. Xo'p, tajvid nima uchun kerak? Tajvid ilmi maqsadi har bir Qur'on o'quvchi kishiga to'g'ri va chiroyli o'qish, har xil ohanglardan saqlanishni ta'lim berish hamda dunyo va oxiratda bandani Allohning roziligiga erishtirishdir. Mana bu ilmning maqsadi nima ekan? Eng asosiy katta maqsadi dunyo oxiratda Allohning roziligiga erishtirish. Xo'p, Qur'oni Karimni tajvid bilan o'qish Qur'on o'quvchi har bir muslim va muslimaga, muslim va muslima uchun nima? Farzi ayn. Xuddi namoz qanday siz uchun farzi ayn, o'zingizga farz bo'lgani kabi, nima ham Qur'onni to'g'ri tajvid bilan o'qishligingiz o'zingiz uchun farz hisoblanadi. Ba'zi narsalar bor, farzi kifoya hisoblanadi. Masalan, janoza namozi farzi kifoya hisoblanadi. Ya'ni bir musulmon vafot topsa, o'shuni namozini unga janoza o'qishlik, musulmon uchun janoza o'qishlik bu farz. Farz, lekin farzi kifoya. Ya'ni ma'lum bir jamoat qilsa, boshqalardan soqit bo'ladi. Lekin hech kim qilmasa, hamma gunohkor bo'ladi. Lekin bunda farzi kifoyada shunaqa, farzi kifoya ma'lum bir odamlar qilsa, qolganlardan soqit bo'ladi. Farzi ayn ma'lum bir odamlar qilsa ham sizdan soqit bo'lmaydigan narsa farzi ayn bo'ladi. Masalan, mana Qur'onni tajvid bilan o'qishingiz siz uchun farzi ayn. Boshqalar mana tajvid bilan o'qiyapti-ku, bo'ldi, men o'qimasam ham bo'laveradi tajvid bilan degan narsa yo'q. Siz o'zingiz uchun farz bu. Xuddi masalan namoz boshqalar o'qiyapti-ku, bo'ldi, mendan namoz soqit deyilmaydi-ku. Namoz ham farz, lekin farzi ayn. O'zingiz o'qishingiz kerak. Tushunarli? Xo'p, xuddi shunaqa bu ham demak farzi ayn hisoblanadi. Kishi xoh namozda, xoh namozdan tashqarida bo'lsin, tilovatni durust qilish lozim, albatta. Xo'p, Qur'on o'qish fazilati. Xo'p, endi Qur'onni bildik, demak o'qishimiz kerak ekan, u bizning dasturimiz ekan, kitobimiz ekan, uni o'qishni o'rganishimiz kerak ekan. Uni ichidagi ma'nolarini tushunmasak-da, tilovati ibodat ekan. Ichidagi ma'nolarini tushunib amal qilishligimiz bizning shartimiz ekan, vojibimiz ekan. Buni bildik. Endi Qur'on o'qishni fazilatlari qanaqa o'zi? Alloh taolaning mehribonligini qarang-da. Sizga bir amalni buyuradi, ya'ni Qur'on o'qinglar-da yuqorida. Qur'on o'qinglar deb buyurdi-da, endi buni ostidan, ya'ni sizga shu amalni qilsangiz qanaqa mukofot berishini nima qilyapti, aytib ketyapti. Qarang. Valillahil masallar ala, masalan siz biror ishingizni qildirmoqchi bo'lsangiz bir ukangizga yoki bir farzandingizga mana bunaqa beraman deysiz-ku. U beraman deyishingizdan maqsadingiz o'sha amalga uni qiziqtirish. Shu qilsa, mana bu narsani beraman deb shu amalni ko'proq qilsin deb xohlaysiz. Alloh taolo ham sizni ko'proq Qur'on o'qishingizni xohlaganda o'sha amalga sizni qiziqtiryapti. Qarang. Shuning uchun Alloh taoloning qarang mehribonligini. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilinishicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: kim Allohning kalomidan bir harf o'qisa, unga bitta savob yoziladi. O'sha savob 10 barobar ko'paytiriladi. Men alif, lom, mimni bitta harf demayman. Alif bir harf, lom bir harf, mim bir harfdir dedilar. Xo'p, qarang. Demak, siz har bitta Qur'onni kalomida har bitta o'qigan harfingiz uchun bitta savob olar ekansiz. Bitta savob oldingiz, keyin u olgan savobingiz 10 barobar ko'paytirib berilar ekan. Mashalloh. Bu nafaqat Qur'onda, boshqa amallarda ham alhamdulillah shunaqa. Siz bitta savob olsangiz, qandaydir amal qilsangiz, bitta savob olsangiz, o'sha savobingiz eng kamida 10 barobar ko'paytiriladi. Bo'lmasam 700 barobar va undan ham ko'p. Alloh taolo xohlaganlariga undan ham ko'p qilib beradi. Qarang. Lekin gunoh qilsangiz, bitta gunohingizga bitta gunoh yoziladi. Savob qilsangiz, bitta savobingizga 10 barobar savob yoziladi. Xuddi bitta savob qilsangiz, 10 ta savob qildi deb yozib qo'yiladi. Qarang, Alloh taolaning fazlini, rahmatini, marhamatini, karamini. Xo'p, o'shuning uchun nima qilishimiz kerakki, va bu har bitta harf uchun bitta savob berilishligi bu juda katta narsa. Shuning uchun mo'min odam bu nimalardan foydalanib qolish kerakki, ko'proq Qur'on tilovati bilan o'zini savoblarini ko'paytira olish kerak. Xo'p, Qur'on o'qishga qiynalsangiz, endi o'qishga targ'ib bo'ldi mana. O'qish uchun fazilatlar zikr qilindi. Endi kimlardir qiynaladi tabiiy. Xosatan masalan deylik, ajam bo'lsa, arab bo'lmagan odamlar harflarni o'rganish kerak. U uchun qiyin bo'lsa, Oysha roziyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam
Qur'onga mohir bo'lgan kishi mukarram, o'ta yaxshi farishtalar bilan birga bo'ladi dedilar. O'qiganda qiynaladigan kishiga lekin ikkita ajr bor. Qarang. Masalan, siz hozir o'qiganda qiynalayotgan bo'lsangiz, sizga ikkita ajr bor. Siz ya'ni birinchisi o'qiganingiz uchun yuqorida aytgandek har bir harfiga bir ajr bo'lsa, ikkinchi ajr siz shu qiynalib shu narsada davomiy bo'layotganingiz uchun. Qiynalib o'qirasiz, har bir o'qiganingizga bir ajr, qiynalganingizga yana bir ajr bo'lib, darajangiz ko'tarilib, hatto siz Qur'onda mohir bo'lasiz. Qur'onda mohir bo'lganingizdan keyin mukarram, o'ta yaxshi farishtalar bilan birga bo'ladigan darajada, o'ta yuksak darajaga nima qilasiz? Erishasiz. Alloh taolo barchalarimizni ana shu darajalardan qilsin. Va sizlarning Usmon roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam sizlarning yaxshilaringiz Qur'onni o'rganganlaringiz va o'rgatganlaringizdir dedilar. Qarang. Masalan, sinfda eng yaxshisi, kursda eng yaxshisi, bo'lishda odamlarning ichida hamma sohada bir zo'ri bo'lishni xohlaydi-ku odamda, shunaqa bir intilish bo'ladi. Mana insonlarning ichida eng yaxshisi bo'lishni xohlasangiz aytayaptiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam Qur'onni o'rganganlaringiz va o'rgatganlaringizdir deyaptilar. Qarang, odamlar ichida eng yaxshi odamlardan bo'lar ekan bular. To'g'ri, bu mazmunda boshqa hadislar ham bor. Ya'ni sizlarning eng yaxshilaringiz falon ishni qilganlaringiz degan mazmunda hadislar ham bor. Lekin mana yana bir yo'l bu sizga. Ya'ni yuqorida aytilgan boshqa sizlarning yaxshilaringiz degan boshqa bir toifaga tushmasangiz, mana bunga harakat qilsangiz bo'ladiki, demak Qur'onni o'rganib, o'rgatsangiz mana shu darajaga chiqarkan. Siz hozir mana bu bosqichdasiz. O'rganish bosqichidasiz. O'rganing va yaxshi, mukammal, puxta o'rganib nima qiling? O'rgating. Alloh taolo sizni ham eng yaxshilardan qilsin. Alloh taolo hammamizni ummatda eng yaxshilardan bo'lishligimizni Alloh taolo nasib qilsin. Xo'p, va Qur'on o'z sohibiga shafoatchi kitob. Abu Umoma radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Qur'onni qiroat qiling, chunki u qiyomat kuni o'z ashablariga shafoatchi bo'lib keladi dedilar. Muslim rivoyat qilgan hadisda. Qarang, qiyomat kunida, dahshat kunida endi nima qilar ekanman deb odam bosh qotgan bir vaqtda Qur'on qiroat qilgan qoriga, Qur'on bilan birga Qur'onga sohib bo'lgan mana aytibdiki, o'z ashablariga deyapti. Ashab degani sohib, u bilan birga doim bo'lgan odam deya. Ya'ni qiyomat kuni o'z ashablariga, siz Qur'on bilan doim unga sohib bo'lib yashasangiz, qiyomat kunida nima bo'ladi? Sizga shafoatchi bo'lib keladi. Alloh taolo barchalarimizni o'zi amallarimizda ixlos bilan sunnatga muvofiq bo'lishligini nasib qilsin. Mana shu Qur'onni ham tajvid bilan chiroyli o'qiydiganlardan qilsin va qiyomatda bu Qur'on bizning foydamizga hujjat bo'lsin. Xo'p, bugun kirish qismi edi. Mana shu ma'lumotlar bilan inshaalloh nima qilamiz? Cheklanamiz va inshaalloh ertadan darslarni boshlaymiz. Tajvid bo'yicha inshaalloh Alloh taolo o'zi darslarimizni manfaatli, foydali qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.